Mana buni gap yo'q ekan. Okay? Ha, ukam. Necha buni razmeri endi? Ukam, takoy skromniy 20 yarashibdimi? Gap yo'q ekan. Nima buni Yandex qosmi, okay? Ya, ukam, noto'g'ri tushunding. Bortni ko'ryapsanmi? Yengilining dodasi bor. O'sha yengilingdan naqd 10 tasini shu videoni ko'rayotganlarga hadya qilamiz. Ko'rsatdingmi bo'lmasa? Ketdi. Damas, Labo haydaydigan ham blatnoy okalarim hozirdan bitta yurakchani qizartirib qo'yasizlar. Nomerlari alohida tema, diskalari вообще boshqa dunyo. Laboni takoy jinnisi bo'ladi. Yengiligi keladigan bo'lsa, mana buni qarang. Mashta turgan 10 tasi faqat sizlarga hadya bo'ladi. Yutib olishni oxirida aytib o'taman. Yengilikni qarang, dodasi bo'ladi. Labo bilan Damasda o'zi bitta muammo bor. Ichkari yuring, ko'rsataman. Yaqin o'rtog'ingiz bilan suv ichadigan bo'lsangiz, bu mashinada suv qo'yishga joy yo'q. Ko'rib turganingizdek, dumalab ham ketaveradi. Bu narsani endi bizga kerak yo'q. Shunday olamiz-da, otib yuboramiz. Ustanovka qilish ham juda ham oson. Shunda o'zingiz 4 ta dona samarezni yechib, yengisini shu yerga shundoqqina joylashtirib qo'yaverasiz. Nasatkamizni turishiga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Nikel brendini bilasizlar. Faqat sifatli narsalar chiqarishadi. Zazorlari ham takoy birga-bir kelgan. Ana endi xohlagan suvinglarni olib, men sizlarga tavsiya etardim, shotut suvini ichishinglarni. Shundoqqina qo'ysanglar, bemalol o'rtog'inglar bilan chaqchaqlashib ketaverasizlar. Qo'limga sig'ganicha oldim, orqada yana bor. Naqd 10 tasini sizlarga bepulga hadya qo'yamiz dedim. Yutib olish juda ham oson. Shunchaki shu videoga bitta like bosasiz, kommentariyada qancha ko'p bir raqamini qoldirsangiz, yutib olishingiz oson bo'ladi, okam. Bu videoni srochni Damas, Labo haydaydigan do'stlaringizga ulashib qo'ying. Okam, agar shunaqa nasatkalardan kerak bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistondagi barcha avto bozorlardan topsanglar bo'ladi. Mabodo o'zimizning avtotuningda ham mavjud. Bizga obuna bo'lib qo'ysangiz, mana shunaqa zo'r yengilliklarni okam o'tkazib yormaysiz. Salomat bo'lasizlar. Money pull up, action, we are turn it up. Shut